Boshlang'ich to'lovsiz Nexia 3 avtomobili 1. Boshlang'ich to'lovsiz 23-yilda ishlab chiqarilgan qora Gentra 2. Boshlang'ich to'lovsiz 22-yilda ishlab chiqarilgan Gentra 3. Boshlang'ich to'lovsiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan 4. Boshlang'ich to'lovsiz 23-yilda ishlab chiqarilgan Gentra 5. Okalar, 5 ta boshlang'ich to'lovsiz avtomobillarni mana taxlab qo'ydim. Bemalol kelib uspet qilib qolinglar. Kommentariyada aqlli yozadi. "Voy, sotilgan ekan-ku, telefonni ko'tarishmayapti." Aqlingiz yetadigan bo'lsa, nomeringiz bilan yozib qoldiring, o'zimiz telefon qilamiz. Keling, barakasini qiling, olib chiqib keting. Mana boshlang'ich to'lovsiz hammasi, yillari ham juda ham baland ko'rib turgan yillarda 22, 23, maksimum hammasi 23. Zo'rlardan taxlab qo'ydim. Qurtlab ketgan, qiynalib ketgan avtomobillar yo'q. 21-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 ham avtomat korobka, eng fulli mazza qilib olib haydaydigan joylar. Hammasida почти что gazlari bilan bemalol kelib olasizlar. Даже qora Gentra boshlang'ich to'lovsiz ko'pchilik qo'ya olmayapti-da, mana Xodiy avtoda bor boshlang'ich to'lovsiz. Xullas, okalar, $200 mana men mashinaga qo'shib bersam, nima deysizlar? U yoq bu yoq xarajatinglarga hammasiga $800 olib olasizlar. Bankka bir so'm boshlang'ich to'lov qilmaysizlar. Mana mana imkoniyat, mana mana raqobat. Xodiy avtodan eng zo'r takliflar. Joninglar sog' bo'lsin, like bilan podpiska esda chiqmasin, doda. Puf.